Magazinga 5 ta nomer 1 premium sivrotkalar olib keldim va men hozir sizlarga qaysi biri qaysi muammoga yechim bo'lishini tushuntirib beraman. Amino oksid, 7 xil vitamin, giluronka. Agar siz qorachidan kelgan qiz bo'lsangiz va teri rangini oqartirmoqchi bo'lsangiz, qordek oppoq qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu sivrotkani ishlatishingiz kerak. Yuzingiz qurishib, tilinib ketayotgan bo'lsa, mana meni qo'limga o'xshab, unda glitserinli sivrotka ishlatishingiz kerak. Yuzingizni chuqur namlantiradi, bu quruq va normal yuzlarga tushadi. Perilla bargi bilasizlar juda ham kosmetologiyada mashhur, lekin ko'p narsalarda uchratishingiz qiyin, bo'lsa ham kam miqdorda bo'ladi. Bunda bo'lsa 96% perilla bargi suvi bor. Yuzingizni tinchlantiradi, yuzingizdagi qizarishlarni bittada yo'qotib beradi, hatto ugri chiqishini kamaytirib ham beradi. Niacinamid, trinoxamid, sitrus uchta eng zo'r bo'lgan komponent bitta sivrotkada. Dog'larni yo'qotib beradi, sepkillarni ochartirib beradi. Ya'ni tonalka surganingizda sepkillarni полностью yopish uchun sepkillarni zo'r ochartiradi trinoxamid qizlar. 25 yoshdan keyin teringiz osilib, mayda-mayda ajinlar chiqishni boshlaydi. Aynan shu paytda PDRli sivrotkalar ishlatishingiz kerak. PDR yuzingizni tarranglashtiradi, kollagen ishlab chiqarish miqdorini yaxshilaydi va yuzingizni yaltirlatib beradi. Premium sivrotkalar qizlar nalichida bor, zakaz berish uchun direktdan yozinglar.